O'yin kulgu katta mojaroga aylanib ketdi. 10 sutka qamoq va jarima. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor va so'nggi shou-biznes xabarlarini kanalimizda kuzatib boring. Toshkent shahridagi Jar stadionida o'tayotgan Like Cup turnirida san'atkorlar va blogerlar o'rtasida ommaviy janjal kelib chiqqani haqida xabar berilgandi. Mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining sayyor sud majlisida ko'rib chiqilib, tegishli sud qarori chiqarildi. To'polonni boshlagan blogerning aytishicha, u bu ishni har ikkala jamoa a'zolari bilan kelishgan holda amalga oshirgan, go'yoki ikki jamoa o'rtasidagi janjal sahnalashtirilgan. Maqsad esa obunachilarni ko'paytirish bo'lgan. Blogerning so'zlariga ko'ra, u o'z faoliyatini endi boshlagan va buning orqasida yaxshigina obunachini yig'moqchi bo'lgan. Voqea bo'yicha Shayxontohur tumani ichki ishlar organi FMB tomonidan tekshiruv o'tkazilib, turnir ishtirokchilari bilan profilaktik suhbat olib borilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining sayyor sud majlisi bo'lib o'tgan hamda unda qoidabuzarlarga nisbatan sud qarori qabul qilingan. Jumladan, turnir tashkilotchisi bo'lgan aktyor Alisher Uzoqov, qiziqchi Abdurahmon Mavlonov, bloger Mirjalol Rahmonaliyev hamda Dilshodbek O'rozboyev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi, mayda bezorilik hamda 194-moddaning ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va ularning har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari 3,750,000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Janjalni keltirib chiqargan Ozodbek O'rozboyev esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi hamda 194-moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilgan va 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi hukm qilingan. Qolaversa, Kamoliddin Mamatjonov va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi hamda 194-moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan va bazaviy hisoblash miqdorining 12 barobari 4,500,000 so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Like Cup loyihasi doirasida yuz bergan yuqoridagi holat jamoatchilik o'rtasida keskin e'tirozlar keltirib chiqargani va huquqbuzarlik sodir etilishiga sabab bo'lgani uchun loyiha vaqtincha to'xtatilgani haqida xabar berilgandi. O'lik holda topildi. 24 yoshli qiz Ges hududida o'lik holda topildi. 2-iyun kuni Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi Gesning axlat yig'iladigan kovushidan 24 yoshli qizning jonsiz jasadi topildi. Bu haqda qalampir.uz so'roviga asosan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, 2001-yilda tug'ilgan, ismlari qisqartirilgan B ismli qiz joriy yilning 10-may kuni Qibray tumanidagi o'z uyidan noma'lum tomonga chiqib ketib, bedarak yo'qolgan. Olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari natijasida qizning murdasi Qibray tumani Sohibkor mahalla fuqarolar yig'ini Ifor ko'chasidagi 11-sonli Gesning axlat yig'iladigan kovushidan tan jarohatlarsiz topilgan. Sud tibbiy ekspertizasining ma'lumotnomasiga ko'ra, ismlari qisqartirilgan B'ning o'limi yuqori nafas yo'llarini suyuqlik suv bilan berkilishidan kelib chiqqan mexanik asfiksiya sabab bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Qibray tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24-mart kuni Farg'ona viloyatining Beshariq tumani Qo'rg'oncha mahallasi hududidan o'tgan ariqdan 2 yoshli o'g'il bolaning jasadi topilgan edi.